Hurmatli obunachilar, suti boridan, bolasi boridan yoki bo'g'ozdan so'ragan akalarimizga assalomu alaykum, assalomu alaykum, savdolar kulkular, hurmatli kuzatuvchilar. Akalar, bugun erta tongda mana bunda yana chiroyli variantlardan ko'rsatishga shaylanib turibmiz. Bugun asortiment juda ham ko'p. Bo'g'oz, xunojin, qisir, buqachalar akalar. Bugungi sanamiz 2026-yil 26-avgust haftaning chorshanba kuni. Avvalo akalar, hamma kuni xayrli bo'lsin. Yaxshilab joylashib olamiz. Videoda oxirigacha maksimalni kuzatib boramiz akalar. Pulozda mana bunda 4 litr 5 litr suti bor variantlari ham bor ekan. Bugungi adresimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqishloqdan yana o'sha arzonchi Atabjon akamiz xonadonlarga tashrif buyurdik. Kimga mana shunday zo'rlaridan, ishonchligidan va sinov muddatlari bor yaxshi variant kerak bo'lsa, videoda oxirigacha kuzatinglar. Biz akamizga yuzlanamiz. Chiroyli narxlarda eldan, bozordan arzon qilib, qo'ldan kelgancha yengil qilib beriladi. Hop, assalomu alaykum aka. Alaykum assalom, xushsiz. Charchama, yaxshimisiz? Obunachilar har doim qo'llab tursa aka, yengil qo'yamiz. Maqsad sotib shuda xohlasa. Yeb ichishlari behijolat. Bu mollar ko'pi 20 kundan beri boqyapman. Yeb ichishlari xudo xohlasa behijolat. Mana akalar. Sinab olishadi. Bo'g'ozi ham bor, yana bolasi bor, xudo xohlasa. Suti boridan ham bor ekan. Mana. Mana suti qolgan akalar. Pul arzona? Xudo xohlasa yengil qo'yib beramiz. Nech pulni bu yerda chiqarib berasiz? Mana shu fremini aytib qo'yingchi. Ina bo'ladi-da bu. Ha. Menga inasini o'ziga yo'q. Nech pul qo'yib berasiz? Bo'ldi. Chiroyli qilib bitta like urib tursa-ku. Chiroyli qo'yib beramiz yengil-yengil. 15 pasi bitadimi inasi? Ha, bitadi aka. Bo'ldi. Hop, ma'lumot baxtdan ketaveramiz akalar. Bo'g'oz varianti. Bu 2 oylikka beraveraman. Xudo xohlasa bo'g'ozlar. Endi bo'yini Uzisi bor, ha? uzisi bor, zakazati bor xudo xohlasa. Bo'ylari. Bo'ylari ham real bo'laversin mana. Ko'ring o'zingiz, ha. 15 plyusga beraymi? 15 ga bering mana. 15 plyusga bering. Mana yuvoshlar. Ostilarni bir opasi mana zo'rda. Qani. Ku ongni ostini. Mana akalar, idishlar hamma yo'q joyida. Molni shuni olib boqish kerak shu. Rasxodsiz akalar. Kuragini ko'rsataymi? Keyin. Qani. Bosmoqman. Ana, qilich. Qorindagi 2 oylik, ha? 2 oylikka beraveraman, xudo xohlasa. Uzisi bor, garantiyasi bor. Mana akalar. Eng arzonlari faqat bizda bo'lyapti. Nech pul qo'yib beramiz aka? Uka tortishmaymiz, bo'ladigan aytaveraman, ha. Aytingchi. Xudo xohlasa. Ayting. 17,5 qo'yaman aka. Hayri bor. Qancha yeri bor? O'tib beraman. Kanalimiz rivoj uchun keyin. Menga ham o'tib bering. 17 million 200 mingga va'da berib dastlabki qilib beraman. Barakazmiz. O'zlarga o'tib berasiz. 20 ga yebishga garantiya beraman. Ey gap. 2 oylik naqd bo'g'oz akalar 17 million 200 ming so'm. Yana dastlabkasi ham bor, plus xayr sunnati ham bor akalar. Bunisi 13 chiqyapti, 14 chiqyapti. 114. Ha, 214. Keyin kuragin. Mahvoting. Qani. 4ta. 4 oylikqa beramiz, xudo xohlasa. Mana akalar, pul arzonidan yem hashagim ko'p. Ostini. Yuvoshligini ko'ring. Ozgina bog' veraman, semirtirib olaman degan akalarimizga pul arzonidan mana mehr talab 4 kura varianti. 4 oylik tuka 14 million xayri bor deymiz. So'rashib olishaveradi. Odashib ketmadiga? Yo'q, odashmadi. Xayri bor. Mana shu qo'lim aka. O'zlariga o'tib berasiz. Bo'ldi. Akalar, bitta like dan mana shu akamiz shu bosib turinglar mana 14 million so'mga 4 oylik bo'g'ozni qo'yib beryaptilar akalar. 20 million, 25 million ham yo'q mana akalar. Boricha aytib o'tib ketyapmiz. Erinmay 1 sekund vaqtingiz ketadi. Shuni like bosib qo'yinglar akalar. 110 ekan bu. Xunojin. 110. Xunojin. Xudo xolasa ko'chacha aka. Hali yemadi bu. Ajratib oldim enasidan. Mana akalar. Shu yoshgacha emgan bo'lsa gap yo'q. Ha, yemadi. Sal hurkaroq ekan. Bo'ldi, ana videoda hamma yo'q bo'ladi. Hop, 110 bo'ylari. 110. Arqonni o'tkazib qo'ying, o'rlashib qolmasin. Sal hurkaroq ekan. Xudo xolasa bo'ladigan biz u. Orqa boshlarini ko'rsatdim. Mana akalar. Xunojin variantidan 110. Pulini qancha qo'yib beramiz? Buni uka 14 yo'q narsa. Hop. 13 million 800 mingga yetib boradi dastlabkasi. Yarimga yetib borsin. Yetib boradi, labzingiz sinmas, yetib boradi. Barakasiniz.
Yeb ichib Hozir siz uchun mana like'lar so'rab turibdi aka. Bag'ay mana arzon bo'lib ketaversin. biri to'rt ekan aka. Xunoyim. Hozir. Biri to'rt. Mana akalar, Bu sigir yengil qo'yamiz qo'yishga. bunga. Hop. 11,5 million ozgina xayrni qilib beraman. Ko'p emas, ozgina. Shu bugun bor, qandaydir boshqacha narx bo'lyapti aka. Ozgina qo'yib beraman aka xayrni. Obunachilar mana. Yana eslatib o'tamiz. Like-ga arzimayapti mana. 11,5 million. Qandaydir shu bugun haqiqatan narx Kecha xayri bor-ku, dastlabkasi bor. Hadi bo'ldi. gap yo'q. Bu ham Xunoyim. Hop, keyingisiga mana sal polvonroq xunojin akalar. Bo'yini o'lchaylik realni. 98 ga bering mana. Ammo olib ketdi mana. Premium ishlag'adi. O'ylab O'ylab. xudo xolasa. Chiqarish shart emas-a? Kalla boshlarini ko'rsatdi. Mana akalar, qop-qorasidan so'ragan akalarimizga yaxshi variantda. Xudo xolasa. Buni uka yengil qo'yamiz buni ham. Yeb ishlari ham xudo xolasa zo'r. Necha pul qo'yaylik? Aytingchi aka. Ko'chacha ekani O'ylantirib qo'yapsiz aka, bugun narxni ola bilan. Keng. Maqsad sotish shu. Kanalda rivoj uchun. 10 million xayri bor. Barakasini bersin. Bo'ldi aka mana. 10 million xayri. O'zlariga mana hayvonot qilib berilaveradi. Bu qancha bu? Endi mana nechta 3 ta buqa bor ekan o'sha yerda. Ha. Bu yog'i mana buqa qiziqadigan 1 akalar. metrga oshaversin-a. Bir mana akalar. Nechta metr. jup qo'yamizmi? Ha, jupiga qo'yaveramiz. Ha. 98 shartmi? Oqa o'shlarni ko'rsating. Xudo xolasa mol yaxshi mol. Mana akalar. Ikkalasini. Ikkalasini bir joyga uka, maydachilarga kerak yo'q, a? 25,5 million xayri bor, vodi bo'lib dastlabki yeb ichib hatta sinov bor aka. 25 qo'yib beraylik bo'ldi, bosamiz. Xursandchilik. 25 ga berdim baraka. Mana akalar. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, jupi 25 million so'm buqa akalar. Qocha. Faqat vodiy bo'ylab dastlabki aka. Xudo xolasa. Yo'q, akalar, bugun narx-navo haqiqatan like arziydigan bo'lyapti. Yo'qyotgan bo'lsa, yurakdan bittadan tirslatib bosib qo'yamiz. Keyingi variantiga o'tamiz. Endi ko'chati zo'ridan yaxshisidan olaman degan akalarimizga. Bir atrofida Ideal holatda. Asli bo'yi muhim emas, orqalarini ko'rsating. Mana molni ko'ring. Mana Mana akalar. bolasi, enasi mana. Hali emadi, xudo xolasa. Gap yo'q mana. Yakka olaman deganlarga yakka ham sotaveraman aka. Yakka qo'yamiz. Yakka ham qo'yamiz, jupiga ham aytib qo'yamiz, a? Bo'ldi, jupiga ham aytamiz. Jupiga ham aytib qo'yamiz. Endi bu bola o'zi katta bo'libdi. Bir yoqqa katta. ha. Xudo xolasa baraka topishadi, jamoa bo'ladi. Buni ishga ozish chiqib olish mumkin, buni ishga ozish ham chiqib olish mumkin. Ko'chati yaxshisidan so'ragan akalarimizga ikkalasini olinglar, maza qilasizlar akalar. Mana uka xudo xolasa unaqa shov-shovsiz yo'q. Xudo xolasa mana qarang. Hurkayapsizda xolos. Mana sovumlarni ko'ring, asli yerga sov bo'lmaydi, qarang. Mana sovumlar. Ya, emib tugatib bo'lib. Ha, yemadi, doim yemadi, qo'yib bermaymiz-da. Qanday hisoblanadi-da buni? Keyin mana. O'zimiz o'xshatib qo'ying. Mana. Qani idish bormi? Sira sovg'alaveramiz. Xo'p, nechta sutga beramiz? Shuni buni boladan tashqari. Va sog' yurgansiz. Mana ko'ring, buni 20 chiqyapti. Ko'ring, bir ko'rgan o'zingiz. Mana akalar, 120, 19, 20 ga. 18 ga mana shu o'rsin. Bo'y tortishimiz. Keyin kurayani ko'rsatib qo'ying. Tilda kirgizamiz. Mana akalar. Tish ko'rinda. Nechta ekan? 8 ta. Bir yelagini. Yengil yelapti. Hop. Ena bolaga. Yana bolaga xudo xolasa buni usti 4 ta 5 taga beraveraman. Lekin ovqat berishmasa 1 litr ham bermaydi. Odamga bog'liq, o'g'liga qaraydi-yu. Yeb ichishga qarab. Ha, xudo xolasa. Ikkalasini 30 million ozgina xayri bor. 30 million xayri bor. Yakkalarga ham aytib qo'yraman. Ayting. 14 million xayri bor, enasini, bolasini 16 xayri bor. Bo'ldimi? Dilimda gapni aytdingiz. O'zlariga o'tib beraman hozir. Hali so'radimi? 15 pasda bitadimi dedimi? 14 million chamalyodim, obunachilar olib, mana bu sog'ib ichib, maza qilsin, duo qilsin bizni. Yaxshilab shu molni o'pman.
Sut qatiq bilan ta'minlayapti. Xudo xolasa yaxshi-ku. Ruqyapti xolos, unaqa yo'q. Mana akalar. O'zi buqatalar buqot. Buqaga qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi akalar. Bo'ldi, yopamiz keyingisiga. 3 oylik bo'g'oz beramiz. Voy, gap yo'q. 3 oylik xudo xolasa naqd ona bola variantidan bo'g'oz. Bo'g'oz. Onasini bo'yi Keyin o'zingiz bir ko'ring. 17 ga bering bo'ldi, şeydan ko'rdim. 17. Biri 17 bo'ylari. Orqa boshlarni ko'rsating. Buni sutga bermayman. Yo'q. Sutga bermayman. Kurashchini ko'rsataylik. Kurashchi. Ko'rkurahmi? Ko'rkuraga. Oldi, debdi. 3 oylik bo'g'ozga beraman, xudo xolasa. Borib tekshirib olishadi. Videosi bor. Aha. Endi bir bolasini ko'rsatamiz-a. Bola xunajin. Bola xunajin. Ko'paysinlar. Aha, bola shah. Polvonlarni qara. Mana akalar. Bola. Mana bola. Bola ham haqiqiy bo'limini. Yana bola olaman degan ham sotaveraman, yakkaga ham sotaveraman. Yana bola sotaylik. Nech pul qo'yib beramiz? Buni yengil qo'yamiz uka. Aytingchi. Maqsad sotish. Xudo xolasa. Ikkovi ham bir-biriga parak. Ha, 3 oylik bo'g'oz. Bolasini ko'rdingiz-a? Ko'rsatib qo'ying obunachilar, orqalarni ham. Ruqyapti. Obunachilar, u mendan yaxshi mana e'tibor berib turishibdi. Bolani ko'ring. Orqa boshlarini. Bolasi juda qiziqanar ekan. Shunaqa. Xo'p, shu vach. Shungacha. Ha. Buni ikkalasini bir joyga uka 26 million xayri bor. Chiroyli o'tib beraman. Ey gap yo'q, mana bor ekan. O'tib beraman, xayri bor, chiroyli. Bu hurkiyapti degan obunachilar bor, yechib ko'rsatib qo'yinglar. Ya'ni buna beylaganimizda hurkiyapti xolosmi? Endi bir-biriga xalaqit bermaslik uchun beylaymiz akalar. Men hech hurkatmasman. Hozir videodan keyin shuni yechib yuboriladi. Mol chiroyli. 26 ga bolasi yonida tayyor mana naqd bo'g'oz uzisi bor dediga. Uzisi bor, xudo xolasa. Uzisi bor mana akalar. Ikkita molingiz 3 ta bo'ladi. Narx mana yo'qdimi akalar? Uni 26 million so'mga nima deyapti mana? Bolani ko'rding, mana. Bolasini 10 million pichib, buni 16 million pichsak ham mana akalar. Xayrini qilib beraman. Ha, o'shan yo'q, mana bu bolasi 9 million pichib turib, bolasi enasini 17 million pichsak ham akalar, arzon-da. Yakkalabga mana sotaveramiz. Jizdagi obunachilarimiz bo'lsa, to'g'rimi? Ha, kelishaveramiz. Mana bolasiga shikoyat chiqib qolishi mumkin. Mana akalar, onasiga mana realni ko'rsatib o'tyapmiz. Xudo xolasa mana shu yerda akalar aytilayotgan narxlarda yana savdosi bor. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqa qilinglar. Bunaqa arzonlari har kuni ham chiqavermayapti. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugun erta to'yini realni men aytib o'tdim. Bugun boshqacha narx-navo bo'ldi. Bittadan like bosamiz akalar, pastdagi nomerlarga aloqa chiqaramiz. Hammani umriga, rizqiga, chorvasiga Alloh barakasi bersin. Keyingi videolarda akalar ko'rishguncha deb qolamiz. Yana bir gap, bir musofir akamiz aytib o'tdi. Omonat gapda. Stashka qilgan akalar. Mana shu molxonalarni 1 yilmi 2 yilmi boqqan akalar. Mol nechta boqqan bo'lsa, hammasini oyog'i og'rir ekan. O'shaning uchun mana bu yerda g'ish bolda tavsiya qilib keting, mana shu video davomida deb aytib o'tib ketdilar. Omonat gap akalar. Aytib qo'yapmiz. Molxona qilsalar stashka qilmasdan g'ish bol yoki bo'lmasa yerda turgan yaxshi ekan. O'shani aytib o'tib ketdim akalar. Xo'p, akalar keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.